Yangi kelin kuyovligingizda olgan mebellaringiz bilan juda ham zo'r xotiralaringiz bor. Oradan 5-10 yil o'tdi va yangi uy oldingiz yoki uyingizni remont qildingiz. Mebellarimiz yangi dizaynlarimizga tushmay qolishi mumkin, chunki hozirgi trendlar o'zgarib ketgan. Agar sizda ham shunaqa muammo bo'lsa, profilimizga kirib, spalniy komplekt yoki mebellarimizni ko'rishni tavsiya qilaman. Masalan, shu Prestige modelimiz ham ortiqcha bachkanaliksiz, juda skromniy bo'lib chiqqan. Masalan, shu yonboshda ham uzun katta oynasi bor, bu yoqda ham katta aynagi bor. Ayollarimiz bemalol maza qilib o'tirib, o'zini pardoz andozlarini qilaveradi. Buni ichini ochadigan bo'lsa ham mana alohida qismlari bor. Bu komplektimizda menga eng ko'p yoqadigan joylardan biri bu shu teksturasi. Bunday yaqindan kelib, qo'lingizni bunday silab ko'radigan bo'lsangiz, juda boshqacha teksturasi bor. Oddiy mana shu silliq bo'lib ishlab chiqarilmagan. Bundan tashqari shunaqa ruchkalariga ham alohida qo'l mehnatida shunaqa materiallar yopishtirib, juda boshqacha qilib tayyorlashgan ekan. Bu modelni shunaqa archasimon dizaynini men boshqa joyda ko'rmagan edim. Menga juda ham yoqdi. Kechqurun uxlashdan oldin chiroqlarni o'chirib qo'ysak, hamma joy qorong'u bo'lib ketadi, bilasiz. Xuddi shu holatda biz shunaqa chiroq o'rnatib qo'yganmiz. Shuni bosadigan bo'lsangiz, bosh tomonida chiroq yonadi. Batafsil ma'lumot uchun pastdagi knopkaga bosib, ma'lumotlaringizni qoldiring, sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz.